erkaklar alfons bo'lib ketdi. O'rtoqlar, erkak yo'q alfons. Yo'q, alfons erkak yo'q. Alfons erkak qiladigan ayollar bor. Nega? Yana merosiy dastur. Qaysidir ayol ayolligidan nima qildi? Nolidi. Qaysidir ayol ayolligidan voz kechmoqchi bo'ldi. Men kuchli bo'lishligim kerak dedi. Va bugungi savremennik, bugungi masalan biz merosiy dastur bo'yicha nima qilyapmiz? O'zimizni kuchli ayol qilyapmiz. Va kuchli ayolning oldida kuchli erkak bo'ladimi? Yoki slabak bo'ladimi? Demak, alfons erkak bormi yoki alfons qiladigan ayollar bormi? Va merosiy dastur. Bizning vazifamiz nima qilishlik? Bizning vazifamiz mana shu merosiy dasturlarga stop qo'yishlik.